Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida mas'ullar kredit oling deb uyma-uy yurgan videosi tarqaldi. Qiziqtiradigan jihati, kreditdan kim manfaatdor, beruvchimi yoki oluvchi? Kredit tizimidan asosiy manfaatdor beruvchi tomon hisoblanadi, ya'ni banklar, mikroqarz tashkilotlari va bo'lib to'lash asosida mahsulot sotayotgan savdo tarmoqlari. Kredit orqali foiz daromad oladi. Siz 5 million olsangiz, 6,5 million qilib qaytarasiz. Bu 1,5 million ularning foydasi degani. Foizdan tashqari yana jarimalar, kechiktirish peniyalari orqali ham pul ishlashadi. Ayniqsa savdo do'konlari kreditda mahsulotni asl narxidan 30-50% qimmatroq sotadi. Bunda albatta kredit beruvchi yutadi. Sababi u pul beradi, lekin ular vaqt o'tishi bilan ko'paygan pulni oladi. Odamlar esa kerak bo'lsa ham, kerak bo'lmasa ham kredit oladi va psixologik va moliyaviy yuk ostida qoladi. Afsuski, bugun O'zbekistonda aksariyat odamlar iste'mol uchun, ya'ni telefon, o'sha dabdabali to'y, kiyim-kechak, mebel va maishiy texnika uchun kredit olmoqda. Bu kredit oluvchining moliyaviy savodxonligi yo'qligining belgisi hisoblanadi. To'g'rida, siz kredit olayotganda beriladigan shartnomani oxirigacha hech qachon o'qimaysiz-ku. 2024-yil fevralida aholining banklardagi umumiy kredit hajmi 150 trillion so'mdan oshdi. Bu raqamlar moliyaviy erkinlik emas, qarzdorlik statistikasi. Kreditni bir oy kechiktirsangiz, foiz ustiga peniya ustiga sud. Ko'pchilik bu tizimdan chiqa olmayapti, chunki xalqning daromadi yetmayapti. 4 million oylik bilan 6 millionlik yashashga majbursiz. Maktabda, kollejda yoki universitetda bizga hech kim o'rgatmaydi. Kredit qachon olinadi, qanday shartlarda olinadi, qay biri foyda, qay biri tuzoq. Banklar esa aynan mana shu savodsizlikdan foyda ko'ryapti. O'zbekistonliklarning bankdan olingan qarz mablag'lari ayni damda 37 million aholi uchun kishi boshiga 1049 dollardan to'g'ri keladi. Markaziy bank taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonliklarning banklardan 490 trillion so'm, dollarga hisoblaganda 38 milliard 815 million 791 ming dollar qarzi bor. Bu faqat banklardan olingan kreditlar xolos. Nobank tashkilotlar, ko'chmas mulk, avtosalonlar va maishiy texnika bozorida bo'lib to'lashga berilayotgan mahsulotlar bundan mustasno. Aslida kredit va muddatli to'lov moliyaning ajralmas qismi sifatida mamlakat rivoji uchun xizmat qiladi. Lekin tan olish kerakki, O'zbekistonda kredit foizlari juda baland. Xo'sh, buning asosiy sababi nimada? The Global Economy saytining Jahon banki ma'lumotlariga tayanib bergan 2022-yilgi hisobotida O'zbekiston kredit foizi yuqoriligi bo'yicha dunyoda 109 mamlakat ichida 6-o'rinni egallagan. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda kredit o'rtacha 21,2% tashkil etadi. Ammo aksariyat banklarda kredit foizlari 24% dan boshlab to 49% gacha. Ularning yagona afzalligi ortiqcha hujjatlarsiz bir zumda kredit ajratishdan iborat xolos. O'zbekistonda kredit foizlari juda yuqori. Buning eng asosiy sababi inflyatsiya darajasining balandligi. Inflyatsiya darajasi baland bo'lgan sharoitda tijorat banklari past foizli kredit bera olmaydi. Past daromad, ishsizlik va yuqori narxlar odamlarni kredit olishga undamoqda. Bir qarashda odamlarning mushkulini oson qilayotgandek ko'rinayotgan kreditlar aslida odamlarni qiyin moliyaviy ahvolga tushirib qo'yapti. Yuqori foizlar evaziga olinayotgan kreditlar odamlarni yillar davomida kredit to'lashga majbur qilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda kreditdan charchadim, telefon uchun 12 oy to'layapman, to'y uchun olgan kreditimni to'laguncha ajrashdik kabi hikoyalar har kuni chiqyapti. Kredit bu pul emas, bu kelajakdagi vaqt, mehnat, asab va imkoniyatlarni sotish hisoblanadi. Moliyaviy savodi bo'lmagan xalq reklamalarga 0% degan yolg'onlarga, faqat bugun degan manipulyatsiyalarga tez tushadi. Bank, savdo markazi, mikroqarz tashkiloti esa o'z foydasini hisoblaydi. Moliyaviy savod degani kredit yomon degani emas, balki har qanday kreditni oldin hisoblab ko'rish, nafaqat to'lashga, balki foizlarga qarab ham qaror qilish. Oylik daromadga nisbatan maksimal 30% dan oshmaydigan to'lov rejasini tuzish va eng muhimi, qarz majburiyat ekanini tushunish hisoblanadi. Hozirgi holatda biz kreditni emas, kredit bizni boshqaryapti. Odamlar o'z oyligini kutishni emas, balki kreditni bankka to'lashni o'ylaydi. Farzandining tug'ilgan kun sanasini emas, kredit to'lash sanasini o'ylab yashaydi.